Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, mana 150 kvadratga mo'ljallangan kotel. Uyimiz 120 kvadrat. Ortiqchasini o'rnatib qo'ydim, xudo xohlasa. O'zimizning uyga. Oldin sal kichkinaroq turardi bu yerda. Yaxshi effekt bermagani uchun sal kattarog'ini yasab olib qo'ydim. O'zim kotelchilikda ishlayman. Kotel chiqaramiz. Bu yerda garelka turadi. Xudo xohlasa. Gazga va tokka ishlaydigan 54 kotelimiz. Xudo xohlasa qish kunlariga tayyorgarlik. Sirkulyatsion motorlarini o'rnatib qo'ydim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, zakaz kerak bo'lsa, manzilimiz Guliston shahar Ramazida bemalol kelaverasizlar.